farzand ko'ra olmayotganligimizga aybdormanmi? Xullas, genetik analizlarga qaraganda hamma ayb sizda. Siz hech qachon bolali bo'la olmaysiz. Nima? Risola, tashqariga chiqib tur. Iltimos. Doktor sizga bor haqiqatni aytaman. To'yimgacha rosa ko'p qizlar bilan yurganman. Juda ko'p qizlarni baxtsiz qildim. Va'da berib tashab ketdim. Balkim qarg'ishga qo'ygandirman. Sizdan o'tinib so'rayman. Qancha pul so'rasangiz beraman. Qancha kerak so'rang. Mana bu sharmandagarchilikdan qutqaring. Doktorsiz-ku, qo'lingizdan keladi, ishonaman. Qancha kerak? Menga bunaqa takliflar ko'p bo'lgan. Lekin men yaxshi doktor bo'lishim mumkin. Xudoning ishlariga aralasha olmayman. Sizni 1-2 oy aldab pulingizni olsam ham bo'lardi. Lekin meni ham xuddi sizga o'xshab jazolab qo'yishdan qo'rqaman. Endi hamma haqiqatni bilasan. Bundan keyin hayotimiz davom etadimi, yo'qmi, bilmayman. Buni sen hal qilasan. Endi savolimga javob ber. Men bilan yashashda davom etasanmi, yo'qmi?